O'rtoqlar, Sergeli tumani Yangidorxon ko'rib turganlaringiz yangi qurilgan novostroykalardan 16 etajga 10-qavatida 3 xonali 72 kvadrat xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Ushbu xonadonimiz ko'rib turganlaringiz barcha qulayliklarga ega. Atrofida bolalar maydonchasi, avtoturargohlari va o'zining savdo majmualari, detskiy plashatka, mini polya hamma qulayliklarga ega. Xonadonimiz qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib chiqib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, xonadonimizga kirib keldik. Xonadonimizga kirganimizda nima kirish eshiklari chap tomonda birinchi bu yerda bitta alohida xonasi bor. Hojatxona qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Hozirgi kunda kladovka qilib qo'yishgan ekan. Bu tomonda sanuzel umumiy holatda o'zlari alohida remont qilishgan. Bu tomonda demak kirganimizda koridor asosida 3 ta alohida eshik qilingan. Mehmonxonasini ham kenggina ekan. Bu tomonda bolalar xonasi va to'g'rida katta yotoqxonasi. Ushbu xonadonimizda 3 ta konditsioner bor. Konditsionerlar qoldirilyapti. Ma'lum bir jihozlar ham qoldirilishi mumkin. Jarayonni kelishib gaplashsak bo'ladi. Bu tomonda demak oshxona. Oshxona mebellari ham qoldiriladi. Ko'rib turganingizdek kattagina bu yerda bemalol ovqatlanib, dam olib o'tirish imkoniyatlari ham mavjud. Alohida albatta balkoni ham bor. Ushbu xonadonimizda aytib o'tganimizdek 16 qavatli 10-qavatda joylashgan 3 xonali 72 kvadrat. Bu yerda ko'rib o'tdik, TV zonalari ham mavjud ekan. Qulayroq xonadon foydalanish uchun narxlarini 71.900 deb e'lon qilinyapti. Agar ma'qul bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'lansalaring, kelib ko'rib, tanishib, savdolash imkoniyati ham bor. Eslatib o'tamiz, xaridorlarimiz uchun mutlaqo xizmatlarimiz bepul va 7 milliardgacha javobgarlik sug'urta polisiga ega Refar kompaniyasiga boshqa kvartiralarimiz ro'yxatlari bilan tanishish uchun ham quyidagi raqamlarga bemalol bog'lansalaring bo'ladi.